To'xtang. Hozirda uy bekalari nega uyda o'tirib millionlab daromad topayotganini bilasizmi? Ular lotereyada yutgani uchun emas, ular to'g'ri tanlov qilgani uchun uyda o'tirib millionlab daromad topayaptilar. Yana bitta savol. Nimaga ko'p ayol qizlar Fabeliki tanlashyapti? Sababi juda ham oddiy. Fabelik kompaniyasi oddiy kosmetik kompaniya emas. Fabelik dunyoning ko'plab mamlakatlarida, shu bilan birga O'zbekistonda 19 yildan boshlayotganini bilarmidingiz? Siz kompaniyada faqat kosmetika emas, atirlar, vitaminlar, uy uchun barcha kerakli mahsulotlar va o'zingiz kundaligingizni ishlatayotgan barcha mahsulotlarni Fabelik kompaniyasidan topsangiz bo'ladi. Yana bir narsa, siz kompaniyada faqat xaridor bo'lib emas, balki qo'shimcha daromad topish imkonini ham kompaniyamiz bizga berib qo'ygan. Hozirda ko'plab ayollar uydan chiqmagan holda millionlab topishyapti. Ishonavering, hozirda bu ishimizni ayrim ayollar o'zini kasbiy ham qilib olishgan. Men ham 2 yil oldin uyda o'tirib qo'shimcha daromad topish uchun harakat qilganman va aynan shu Fabelik kompaniyasini tanlaganman. Fabelik kompaniyasida men ikkita egiziklarim bilan ishlayman. Fabelik kompaniyasi menga nima berdi? Fabelik kompaniyasi menga 13 million bonus berdi va har oyda, har 21 kunda, oyda emas, har 21 kunda menga 3,5 million, 4 million qo'shimcha daromad beryapti. Shu bilan birga bilasizmi, men Fabelik kompaniyasida ishlab turib, egizak farzandli bo'lganim uchun kompaniya menga 11,5 million farzandlarimga bola puli ajratdi. Siz ham o'ylab o'tirmasdan tezda o'z daromadlaringizni uyda o'tirgan holda toping. Ko'p pul ketadi deysizmi? Yo'q, 150 ming so'm bilan boshlasangiz bo'ladi. Hozirda kompaniyamizga a'zo bo'lib, yangi hamkorlikda ish boshlasangiz, kompaniyamiz shu sovg'ani sizga keyingi sovg'aga beradi. Bilasizmi buni? Ma'lumotlarim sizga qiziq bo'lsa, hoziroq menga deb murojaat qiling. Men o'zim sizga aloqaga chiqaman va to'liq ma'lumotlarni beraman. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Sizlarni kutaman.